Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 121-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Allohning o'zi taomlantirishi va suv bilan ta'minlashi. Abu Said Xudri roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tkarma roza tutmanglar. Qaysi biringiz o'tkarma roza tutishni xohlasa, sahargacha tutsin dedilar. Shunda sahobalar: "Ey Rasululloh, siz o'tkarma roza tutasiz-ku?" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men sizlarga o'xshagan emasman. Meni taomlantiradigan va chanqasam suv beradigan zot bor" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 122-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarining barakatidan Alloh taolo Madina shahriga sahobalar muhabbatini ziyoda qilishi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarining barakatidan Madinaning yer, ekinzorlari va suvlariga baraka berilishi hamda Madinada tarqalgan isitma kasalining Juhfa vodiysiga ketishi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Biz Madinaga keldik. Bu yerda vabo tarqalgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan paytda Abu Bakr Siddiq, Bilol va boshqa sahobalar kasallik haqida shikoyat qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Allohim, Madinaga bo'lgan muhabbatimizni Makkaga bo'lgan muhabbatimizdek ziyoda qilgin. Madina ahlini salomat etgin. Uning yerlariga va suvlariga barokat bergin. Madinada tarqalgan vabo kasalini Juhfa vodiysiga ketkazgin" deb duo qildilar. U zot sallallohu alayhi va sallamning duolari ijobat bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 123-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinada tarqalgan kasallikdan omonda ekanlari. Ibn Ishoqdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga keldilar. Madina Allohning yerlari ichida ofat eng ko'p tarqalgan, vabo urchigan makon edi. Sahobalar bu yerga kelganlarida vabo va turli kasalliklar yetib, qattiq qiynalishdi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu balo va kasalliklardan asradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 124-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kim yomon niyat bilan kelsa, uni Alloh taolo halok qilishi haqida xabar berganlari. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohim, ummatimning ekinlariga, bog'-rog'lariga va shaharlariga barokat bergin. Allohim, albatta Ibrohim sening bandang va do'sting edi. Men ham sening bandang va rasulingman. Ibrohim sendan Makka uchun uni harom qilishingni so'radi. Men esa sendan xuddi Ibrohim Makka uchun so'raganidek Madina uchun uni harom qilishingni so'rayman. Albatta, farishtalar Madinani har tarafdan himoya qiladi. Madinaga hech qanday vabo va dajjal yaqinlashmaydi. Kim uning ahliga yomonlikni xohlasa, uni Allohning o'zi yo'qotsin. Xuddiki tuz suvda yo'qolganidek." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 125-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Tavrotda kelgan sifatlari to'g'risida. Abdulloh ibn Salom bunday deydi:
Alloh azza va jalla Zayd ibn Sa'nani hidoyat qilishni iroda etganida, Zayd ibn Sa'na Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaraganimda nubuvat alomatlarini bilgandim. Lekin ikki xislatlarni hali eshitmagan edim. Bu uning muloyimligi jahlidan ustun ekani va qancha johillik qilinsa, shuncha muloyimligi ziyoda bo'lishi. Men u kishining muloyimligini bilish uchun fursat poylab yurardim. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu hujradan chiqdilar. Shunda badaviyga o'xshagan, tuya mingan bir odam kelib, "Ey Rasululloh, men falon qabila qishlog'ining boshlig'i bo'laman. Ular taslim bo'lishgan va islomga kirishgan. Islomga kirishsa to'kin sochin rizq kelishini aytganman. 1 yil bo'ldi. Ularga og'irchilik va qurg'oqchilik hukmron. Ular islomga ta'ma qilib kirganlaridek, yana ta'ma qilib islomdan chiqib ketishlaridan qo'rqaman. Agar siz ularga biror narsani tayinlab jo'natishni o'ylasangiz, men uni bajarardim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aliga qarab, "Unga biror narsa qolganmi?" dedilar. Hasan ibn Sufyon, "Senda ularga berishga biror narsa qolganmi?" degan lafzni keltirgan. Zayd ibn Sa'na u kishiga yaqinlashib, "Ey Muhammad, menga Bani falonning bog'idan falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotasizmi?" dedim. Rasululloh, "Yo'q, ey Yahudi. Lekin men senga falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotaman u falonchi bog'dan deb aytmayman" dedilar. Men "Ha mayli" dedim. Keyin menga falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotdilar. Hamyonimni olib, u kishiga 80 misqol oltin berdim. So'ng u zot oltinni yordam so'rab kelgan kishiga berdilar va buni qavminga olib borib, ularga yordam ber deb tayinladilar. Hasan ibn Sufyon, so'ng u zot oltinni yordam so'rab kelgan kishiga berdilar va buni qavminga olib borib, ularga yordam ber lafzini keltirmagan. Zayd ibn Sa'na aytadi: Xurmoni berishlariga 2 yoki 3 kun qolganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir janozaga chiqdilar. U kishi bilan birga bir qancha sahobalari Abu Bakr, Umar va Usmon roziyallohu anhum ham bor edi. Janozani o'qib bo'lganlardan so'ng bir devor yoniga o'tirish uchun yaqin bordilar. Shunda men oldilariga borib, ko'ylak va ridolari birlashgan joydan ushladim. Keyin u kishiga qo'pol ko'rinishda qaradim va "Ey Muhammad, haqqimni to'lamaysizmi? Allohga qasam, Bani Abdul Muttalibning qarzini cho'zib yurishlarini bilmaganman. Ana endi bilib oldim" dedim. Umarga qaragan edim, uning ko'zlari falak aylangani kabi aylanib ketdi. Keyin menga qarab, "Ey Allohning dushmani, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday muomala qilyapsanmi?" dedi. Hasan ibn Sufyon, "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qo'lingni tort" lafzini keltirgan va qo'polligini zikr qilmagan. Abu Bakr va Usmon roziyallohu anhum Rasulullohni haq bilan jo'natgan zotga qasam, u kishining quvvatidan ehtiyot bo'lmaganimda albatta boshingni qilich bilan olardik dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jim, xotirjam Umarga qarab turardilar. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Ey Umar, meni chiroyli ado qilishimga buyurishingiz va uni sabr bilan kutib turishga buyurishingizga ko'proq muhtoj edik. U bilan boring, ey Umar, haqqini bering va uni jalb qilgan joydagi xurmodan 20 so ziyod bering" deb buyurdilar. Zayd ibn Sa'na aytadi: "Umar bilan borib haqqimni, ya'ni 20 so xurmo ziyod berdi. Shunda men, ey Umar, bu ortiqcha berganingiz nima deb so'radim. Hazrat Umar, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sen xohlagan joydagi xurmodan ziyod qilib berishimni buyurdilar dedi. Men, meni taniysizmi ey Umar dedim. Umar, yo'q, kimsan o'zi deb so'radi. Zayd ibn Sa'naman dedim. Umar, Yahudi olimimi dedi. Ha, Yahudiylar olimiman dedim. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bunday qilish va gapirishiga seni nima undadi deb so'radi. Men, ey Umar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaraganimda nubuvat alomatlarini bilgandim. Lekin 2 xislatlari haqida xabarim yo'q edi. U kishining 2 xislati xilimlari jahllaridan o'zishi va u kishiga qancha johillik qilinsa, shuncha xilimlari ziyoda bo'lishidan xabardor bo'ldim. Ey Umar, sizga guvohlik berib aytaman. Albatta, men Allohning yagonaligi
islomning din va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nabiy ekanlariga ishonib rozi bo'ldim. Yana sizga guvohlik berib aytaman. Mol-mulkimning yarmi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga sadaqadir dedim. Umar ummatning hammasiga emas, balki ba'zilariga sadaqa bo'ladi dedi. Keyin Umar va Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qaytdilar. Shunda Zayd Allohdan boshqa iloh yo'q ekaniga, Muhammad Allohning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirdi, tasdiqladi, ergashdi va u zot bilan ko'p janglarda qatnashdi. Tabuk g'azotida mardonavor kurashib vafot etdi.